Birodar, maylimi biroz musiqa ovozini pastlatsangiz? Ha, muammo nimada? Ha, muammo yo'q aslida. Shunchaki bir nuqtaga tikilib o'tirishga ancha yoshlik qilardim. Unda nega siqilyapsan? Bilmadim, lekin ba'zan mana shu nuqtaga qarab tursam, go'yoki manolidek tuyuladi. O'zi ustida to'g'ri aytdi. Shunday damlar keladiki, kattalardan ko'ra kichiklar ko'proq siqilishadi. Ko'proq muammosi bo'ladi deb. Ammo ular nimadan va nima maqsad ila siqilishayotganini bilishmaydi degan. U satrlar va jumlalarda aslo adashmagan. U daho edi. Ha.